Senga yordam kerak? Yo'q, shart emas. Mayli, o'zing bilasan. Ayollarda doim mana shunday kutish pozitsiyasi bo'ladi. Xuddiki yo'q desam ham o'zi qilishini kutib o'tiradi va hayotida jabrdiyda obraziga o'tib olib, hayotini battar qiyinlashtiradi. Erkaklar yo'q deydimi, bo'ldi. Demak, u meni ko'tarishimni xohlamayapti deb o'ylaydi. Biz esa u meni his qilsin, charchatganim his qilsin deb o'ylaymiz. Bu hisni kuchliroq his qiladigan faqat ayollar. Ayollarning hislari ochiq, erkaklarda esa aql kuchliroq ishlaydi. Shuning uchun siz aytishingiz kerak, yordamni so'rashingiz kerak. Erkak o'z-o'zidan qilmaydi. Erkakdan pul so'rayotganingizda ham nimaga olayotganligingizni aytishingiz kerak. O'z-o'zidan pul bersin, xohishlarimga o'zidan oldindan bersin. Kutib o'tirasiz va bunga esa yillar o'tib ketadi. Erkakka istaganingizda oldindan aytasiz. To'g'ri, erkakda hozir puli bo'lmasligi mumkin. Istaklaringizni aniq aytasiz va u aytayotgan istaklaringizni foyda tomonini unga tushuntirib berasiz. Ha, buni olsam men foyda ko'rar ekanman deya olishingiz kerak. O'shanda u foyda tomonini ham to'g'ri tushunib olgandan keyin sizga pul beradi. Yoki ishlayotgan ishini kuchaytiradi, ko'proq harakat qiladi sizni maqsadingizni eshitgandan keyin. Masalan, tirnog'ingizni qildirish uchunmi yoki salonga borish uchun pul so'radingiz. Sen o'zi shunaqasiga ham chiroylisan, senga makiyaj kerak emas deyishi aniq. Bu fikrlarni erkak tomonidan aytayotgan bo'lsa ham, ichingizda shu hislar borligi uchun erkak buni aks ettirib beryapti. Siz ham o'zingiz ham buni bilishingiz kerak. Nima uchun salonga borishingiz kerakligi, salonga borganingizda nima emotsiyalar olasiz, shularni aniq his qila olishingiz kerak. O'sha salonga borganda o'zini yaxshi his qiladi. Makiyajdan keyin o'zini kerakli, qadrli his qiladi va bu qadr hisni erkakka beradi. Erkak esa bu hisni ko'rib, borib ishida yanada kuchliroq ish bilan qaytadi. Ya'ni o'sha sizdagi energiyani olib ishlab keladi. Bu narsani erkak hayoti mobaynida tushunmagan bo'lsa, uni eshitmagan bo'lsa, onasi makiyaj qilmagan bo'lsa, buni bilmasligi mumkin. Shuning uchun erkak kishiga aniq faktni ayta olishingiz kerak. Aniq bila olganda u siz uchun ko'proq harakat qilib keladi. Erkak bu kuch, ayol esa sevgi. Siz sevgingizni erkakka berasiz, u kuchi bilan pul topib keladi va sizga ham beradi. Siz aniqlashtirib olsangiz o'zingizning maqsadingizni va maqsadingizni aniq faktni aytsangiz, nima uchunligini aytganingizda siz uchun qilib beradi.